Qizlar, bugungi ish faoliyatimizni boshlab oldik. Hozir ikkita patsientimizga sport bilan ishlab berdik. Bu patsientimizga polimalochka qilamiz va to'g'iz atroflariga PSIS bilan ishlab beramiz. Endi bu patsientamiz bilan ishlab beramiz. Yuzlariga professional chista qilib oldik. Twist ice qilamiz va yuzlariga ikkita twist bilan ishlab beramiz. Munjarovlarini qilib beramiz. Patsientimizga tupur gidroz muolajasini qilib beramiz. Sport bilan. Mana bizda Shodiya qizimizda lab qo'yibdilar. Shodiya qiynalmasmikan? Birinchi marta lab qo'yibdilar. Juda ham chiroyli chiqyapti.